Sizlarga kuxunniy komplektimiz haqida gapirib bermoqchiman. Bu kuxunniy komplektimiz полностью крашенный MDF dan qilingan. Stoleshnichalari plyonочный MDF hisoblanadi. Bularda полностью ruchkalar turetskiy metal, bulum mexanizmlar ishlatilgan и plus avtodavodchiklari bor o'zida. Tortmalarda именно kuxnyaga mo'ljallangan отсеклari bor, plus idish-tovoqlar qo'ygani saranjon joqib qo'ysa bo'ladi. Полностью mexanizmlari, davodchiklari hamma yo'q o'zining joyida. Podsetkalari bor. Bu interyeringizga yana chiroyli vidni berib turadi. И plus sizni uyingizga qarab turib mexanizmlarni qo'yib beramiz. Xohlasangiz yonga, xohlasangiz tepaga ochiladigan любой mexanizmlar bor. Yana bitta plus taraflarimiz bizda fasadlarda xili bor, bemalol kelib tanlab olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz toshdan ham qilinaveradi. Toshda ham har xil kategoriyalari bor. Ko'pchilik joyda muammosi imенно vaqtiga, puliga qimmat bo'ldi, biz aytgan narsa ishlatmadi yo biz xohlagan narsani qilib bermadi degan jag'labalar bo'lganiga, misol uchun mana shu komplektimiz 4 metrga 3 metr. Siz necha pul narx bergan bo'lardingiz?